Assalomu alaykum hammaga. Biz Gurlan tumani Yangiobod mahallasi Do'stlik ko'chasi 62-uydamiz. Kim uy? Rashtag'ani uyindamiz. Bu yerdan ko'mir atablini ishlaymiz, aytib berganmiz. Uyimiz 8 uçya bo'ldi. 6 yera batarya qo'yildi. Samotyok sistema aytib podacha obratgada zamonaviy alyumin batareyalardan qo'yib ishlab berganmiz. Dalonimizga 2 yera 20 dan qo'yib berdik. 20 metr 32'lik, 80 metr 25'lik etti. 30 metr 20'lik. Hammasini shuni 90 gradus büküp rezvalarni olib, kranklarni qo'yib berganmiz. Bu dalandagi birinchi batareyamiz. Bu ikkinchi batareyamiz. 20 dan 2 yera qo'yganmiz. Ishdan kirganlarni oyoqqa mishit etmaslik uchun puntini tushirib berganmiz yine. Yakımız ular ahırga spanimiz, ahırga to'shkamiz. Berimizdan 20 qo'yib berdik. Bu batareyamiz o'zi katyoldan 35 metr yonda bo'ldi bu başta. Kömür ataplinada keyin katyolni har kim o'zi xalaqi yerine qo'yolmaydi iloji boricha shu joyga yaqinroq turba qisqaroq tezroq borib tezroq geradon yeri qo'yish kerak. Bu uyimizda отдельный katyolxonasi olib qo'ydik deganlar, shuning uchun uydan uzoqroqda bo'ldi. Oxirida katyollarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Katyol o'zida bor ekan, o'rnatib berdik. Katyoldan girib kelgan taraflarimiz. 4-batareyamiz. Spalnimiz kichkinaroq ekan, buni o'nlab bir yerga qo'yib berdik. Bu 5-batareyamiz. Keyin berimiz patologi splashnoy natijnoy bo'ladi ekan, shuning uchun podacha turbamizni rashtinli vakni devorning ichiga kirgizib berdik. Bu oxirgi 6-batareyamiz. Bu xonamiz ham ulug'roq, lekin hamyerdan podacha obratga o'tgani uchun 15 lat bir yerga qo'ydik. Bu uyimizde katyoldan tashqari ustaqisi, materiallari, batareyasi, juda hamma narsasi 17 milyon 115 ming so'm pul chiqdi. 105 shtuk alyumin batareya qo'yib berganmiz. Berimiz keyinchalik kuxnya bo'ladi ekan, shuning uchun bu yerdan o'tirib berdik. Agar xolasa ertang bu yerdan batareya qo'yib beradi. Katyolxonamiz uydan uzoqroqda. Yarmini bani, yarmini katyolxonada degan. Kömür ataplina Shavatdamiz. Telefon nomerlarimiz YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram hammasi bor. Nasos sistema deb kranklar ham qo'yib ishlatib berganmiz. Hozir samotyok ishlab turibdi. Ataplinamiz 80 gradus bo'lib turibdi. Berimiz bunkerli katyol ekan, o'zlari shu yerda ishlab chiqarib turibdi degan qo'ng'irlari shuni olib qo'ydi degan. Qo'ng'irlarimiz 150 turbadan chiqqan. Biz samotyok doğru o'zini ishlatib berdik. Ertangi ustaning o'zi kelib ventilyatorlarni ishlatib, ulab, istaniyat beradi ekan. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Sog'lom, salomat bo'linglar. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, podpisatsiya bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Sog'lom, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.